Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. Uyda gal seferde, caç asrıma bulsan egerde. Hem ramana her günü Allah onun namı serkerde. Serkerde, serkerde, yeza ve şehirde. Serkerde, serkerde, Serkerde yürüşlük mahsulatları. Namı dastan qadam yetken hamma yerda. Bizga hamron nega borsak bu Serkerde. Serkerde Xalqaro savdo-chaklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sabdoshlikda degandek. Tushunish tili bilan elib aytganda bugungi sonimiz amaliyotda ta kichik doiradagi bir savolashlar uchrashishi desak bo'ladi. Andaqda men oldi bilan bugun bizga aziz mehmon bo'layotgan suyimli savodoshlarimni bizning bugungi so'rinimizga taklif qilmoqchiman. Qani marhamat. Bugungi aziz mehmonlarimiz Şinjan Kinochilar Jamiyatining muavin raisi, andın davlatlik birinchi darajalik artist ve Şinjan Kino studiyasining ataqliq yosh rejissyori Abdukerim Obliz. Yani bir savodashimiz aynı vaqtda bizning yoshlarimiz ichida belgilik ta'sir ko'rsatgan yosh aktyor, ataqliq muzikant Muxtar Abdulla. Kuzum. Şinjan Opera Ömrü'nün davlatlik birinchi darajalik artisti Amina Ömer. Hoş geldinler sağdaşlarım. Rahmat. Bugün biz endi mushu sağdaşlar bilan, yani bu programga qatnashmoqchi bo'lgan sağdaşlarımız albatta bo'la emas, lekin har xil sabablar tufaylidan xizmat va yoki boshqa sabablar tufaylidan bugungi bizning bu yig'ilishimizga, bu programmamizga qatnashaolmagan sağdaşlarımız bor. Endi hozir mushu Urumchida bor bo'lgan, andan bugungi kunda mushu ishga qatnashishga sharoit yar bergan sağdaşlarımızın vakil qilib biz bugün bir suhbat o'tkazmoqchimiz. Abdukerim Obliz tilga elinsizlar o'zini ko'rmasakmi, uning davomli bizga ta'sir ko'rsatgan kulkilik, yumoristik, ta'sirlik epizodlari hozir ko'rayotganda ko'z oldimizga kelib turdi davomli. Undan boshqa boya tilga elib o'tgandek Abdukerim bizga savoddosh bo'lib qolmay, hozir bizning yana faxrlangidek bir tunilgan rejissorimiz bo'lyapti. U cho'ng kinolarni ishlab bizningki mamlakatimiz ichida va sirtida belgilik ta'sir ko'rsatyapti. Biz bundan pek faxrlanamiz. Sen to'g'riliq gap bo'lganda oldi bilan sen ko'rsatmoqchi bo'lgan bir parcha rasm bor. Sen o'zing bir ko'rib baqqan. Bu bizningki Amina so'qirchi bo'lishdan azroqli burun biz tushgan bir rasm kim bu? Maktabda bir faoliyat bo'lgan kuni o'raymi va? Men bu taq burtlarimmi yo'qki? Burtimni xatta atmagan, o'zim mana detta atmagan. Pepechat vaqtimga. Senmi batın bo'lmisiz o'sha vaqtda? Nega ketgan bo'g'oydi? Aminaga ko'ra ko'rib qolsam. Bu voy, elqiq berib keladi, yo'qib ketdi. hozir kirmadi. Hozir kirmadi. Abdukerim Obliz maktabning vaqtidan boshlabla darslardan oid aktiv savodoshlarimizning ichida yolg'iz rol ilishtilar emas, shu yeziqchilikda ma'lum iqtidorga ega bir savodashimizda. Shu chaqda bizga davomli epizod topshiriqlarini berdi. Epizod topshiriqlarini berganda bu Abdukerim kitobini o'zi yozdi. Uning ichida bir necha savodashlarimiz, menmi yozatdim, yana bir necha savodashlarimiz bor. O'zimiz yozib, o'zimiz o'rlay oladigan. Shuningga bu Abdukerimda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Keyin
Mana şu mektepte şu tirishchanligining ta'sirida Abdukerim o'zi jamiyatga chiqqandan keyin nurg'un asarlarni o'zi yozib, o'zi rejissyorlik qilib, ish qilib sanab baqsam 100 dan oshadi ekan o'ynagan epizod. Aşırı ki. Mening bunda oddiy statistikam qaraganda komediyalik bo'lsin yoki ta'sirli asarlarim bo'lsin, men 100 dan oshadi ekan deb faraz qildim. Shu maktabda shu yoziqchilikda shug'ullanganing foydasi bor deyman shu. Ha. Şöyle bunu da ziraat köküden ma'lum deb. Şu vaqtda bizning kökümüzni tarbiyalab. Epizod topshirig'i berib, har kuni bizga esimda qilishchi bir nechadan har bir o'quvchi birdan Kunda 3'tün 5 kişi oylab ko'rmoqda. Ertesi atiganda o'ynash kerak. Oynash kerak. Bunda kuchli imtihonlar bo'lyapti. Shuning ichida bizda 21 savodashlarimiz rol taqsim qilib kelsak yetmaydigan ishlar bo'lyapti. Sen şu vaqtda do'stga bir she'r yozib qo'yib ekansan. Shu vaqtning sharoitidagi she'rni hozir esimda bor-ku. Sen biz vaqtida Amina bilan men ko'pincha yozgan epizodlarni Amina bilan ikkimiz bilan o'ynaydik. O'ynagandan vaqtimda ishkin oldiki munosabatning qandayligi aniq emas, saboqdashdinglar vaqtida. Shuni men Aminani senda aytdim, sizlar shunday vaqtda. Shu tushdan boshlab kechgacha har bir o'quvchi bir taldan vanjang epizod topshirish uchun yozadigan gap, kechda saboqdashlar yig'ib taqsim qiladigan gap. Bu Abdukerim meni Aminani muxtarini taklif qildi, meniki Abdukerimning muxtarini Aminani taklif qildi. Bo'lganda sinfda intayin qaynam tashqilib bir reps maydoni hozir o'rinlar yetishmayotgan, sen tuttumani qolay deyotgan, ba'zida hatto tankechigacha rep chiqib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Tanatqıcı. Ertesi cho'qim atdigandan tushgacha 4 soat shu dars vaqtida biz birdan o'zimiz yozgan, o'ynagan epizodlarimizni topshirimizda 4 soat tas qoldi yetmagili. Shu jarayonda Abdukerimning va savodoshlarimizning hammasining epizodlarini aytdi. Yaxshi chiqadi. Bo'pmi? Buni hozirgi rejissyorimiz Abdukerim qatorliq savodoshlarimizning shu chaqdimi epizodlari nihoyatda o'lchamga loyiq, yaxshi chiqadi. Hozir o'ylasak, asli boya Abdukerim degandek, shu daraxt ko'kidan degandek, shu vaqtdagi asosini aytib puxta ekanda. Shu yaqindan berki ahvolini ham balkim bir ikki bizmi jiqaliq aloqalashamay qoldi, bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Telefonda aloqalashib turdik. 2-3 yildan beri menga bilaman, xizmat nihoyatda jiddiy, albatta shunda bo'lyapti. Shu 2-3 yildan berki ahvolim bilan qaytib bir tanishib chiqsak, qo'zamni bilmaydi. Ben 2011 yıldan 2012 yılgacha Beijing kino institutininki rejissyorluk bir o'qib keldim. O'qib kelgandan keyin biz kino rejissyorligi. Shu jarayonda undan keyin men qaytib kelgandan keyin qaysi bir programmada meni ziyorat qildi shu. Ziyorat qilgan vaqtida nurg'un odamlar siz zot bir kinochisingiz bo'libdi. Kinoga bizni taqozo degandek gaplar bo'ldi. Bo'lgandan keyin men shu bir va'da bergan. Men sharoit pishib yetilgan vaqtda cho'qim shu bir kino ishlayman. Onun üstüge bir şey ötep ketkim kelyapti ama kino degan narsani boshqa qarindosh millatlarga qaraganda bizning tushunchamiz nihoyat kam. Biz shu telefonda suratga olganda kino deymiz. Cho'ngroq apparatda suratga olganda kino deymiz. Ish qilib ko'ngil olganning hammasi kino deymiz. Kino deymiz. Bunda emas. Emniyet bu bundan emas. Ama kino desek bu xalqaro huquq. Bu kino mamlakatning ichi ham sirtida hem de şu xalqarada e'tirofga erishadigan bir narsa bu. Yani şuna bizdeki şu bütün Şinjan boyunca mayli her millet halkıdan olsun, hazırki bizden kino işlerine rejissyorlarımız onu yetmeydi. Bu bizden ayetler kem bulutkan narsa şu. Hem bu başlıkın toldurmsak olmaydıgan bir başlık. Bu kino hem de halkaralı hukum dedik, hem de televizyon tiyatrı deyimiz. Televizyon tiyatrı mesela devlet yılda Lian Şucu, onun dikin Şinücü, ondan diyen şucu hep ne çıkıl türlü böyle şu. Yani bunu mu bizden adamda kino da karaydı. Ondan bu çoğun kinoda hem de bu öyle İşleymen, deplo işlerden esemez. Bununki nurgun ötkeller oldu. Mesela Abdumray'ın, onundaki merkezden hem yani münasebetlik orlarımız yollayımız yollagan diken ama film olup bolu diken ama hakikaten yakışken diyen diken işlerden neyse. Belki ben işlegen şu 90 minutlik bir kino
Endi bunday aytganda kinoxonda qo'ydig'ini kino deb turlar hozircha. Rasmiy o'lchamli kino. Ammo 90 minutlik kino degan narsa bunday aytganda mushningki shu mablag'ga, sog'an mablag'ga balkim 40-50 qism televiziya teatri ishlagan bo'ladi. Televiziya teatri bilan kinoninki suratga ilinish o'xshamaydi. Aparat o'xshamaydi, chiroq o'xshamaydi degandek. Va kaza. Endi bu kino bunday aytganda adabiyot san'atiniki eng yuqori bosqichi. Ham bu nihoyat bir qiyin bir tema ekan-ku. Endi boyam sen sording, yaqinda nima ish qilyapsa deb. Men shu iliqi boyam degandek, iliqi va'da berganimdek iliq programmada. Men 2016dan boshlab tayyorlik qilib, Ko'ylindi qarindoshlarda bir film ishladim. Bu hozir Shinjongning kamyerda qo'yildi. Onun üstü bu filmninki Piyafan deyimiz hanzuçe. Setlishi bütün Şinjan'da rekordni yarattı. Bu bakmagan bir rekord oldu da. Evet, memleketin kişi demez mi? Şinjan'ın özü koyulsam hazır memleketin rekordni yarattı desek oldu. Hem de öyle ki bu çoğun dapiyeledek unda gelmez. Şinjan'ın içinde işlegen kino'nun içindeki aldığın katarga öttü bu. Asli bu filmde mi 3. ayda bütün memleket boyunca koymak istedik. Onun için ben o filmni işledim, işleplam. Yeni Cumhur kurulganlığının 70 yıllık atab işlegen. Bizdeki Şinjan'ın Uğrat'ın rayonundaki merkezgi soğuspuzda tapşırılan bir film. Onun mu rejisörlüğü bana düştü. O mu çoğun kino? Bu mu çoğun kino? Bu filmde 2 ay içinde 45 gün içinde 25.000 kilometre yol mandık. Yolda mı yaptı onda aslında? Bizdenki şu sürat kiliş korkumuzda şu vakti bir 200 adam var. Bu Cenub, Şimal, en çıraylık manzaralarından hemen aldık. Hem de bu film Ko'ylindi qarindoshlardan keyingi ikinci kıtım işlegen çoğun tutki kino orman. Şinjan'ın güzelliğini teşvik qilishni asası. Asaslık bu filmdeki nima o dese mezmunu bu naqshsulluk film. Mesela biz Bağlaybo deymiz. Bollywood'naki filmleri var, Hindistan'daki. Naqsh müzik. Bizde hazırki moş yakın zamanda bizde naqshsulluk bunday çoğun tutki kino işine bakmagan. Toshqo'rg'on deslar bizning yani bir söyümlük savadışımız yüksek isimizga kelib qoldi. Yüksek meselesi biz bilan şu programga qatnashmoqchi. O hozir o Aqso'ning Avat noyisida şu yerda turib xizmat qilyapti. Hozir 2 yildan ishib qoldi. Onunki xizmat aktivchanligi intayin yuqori. Balkim yana 1 yil turishim mumkin deb. Lekin hozir bizning şu yüksek Shijoatxon qatorliq bir muncha savdoshlarimiz bizning mush programmaga o'zining eng yaxshi tilaklarini tilab evatibdi ekan. Men shu sizlarga shuni qo'yib bermoqchi hozir. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Ben Yüksek Şicaat, savaqdishim, yaqin sirdishim, uzun yillik xizmatdishim Abdulla Abdurimning mush programmasiga birinchi bo'lib qatnashishim kerak edi. Sizlar bilan suhbatda birga bo'lg'im bordi. Lekin tuvanda xizmat qilish sababidan mush programmaga qatnasholmay qoldim. Sizlar orqali Abdulla yetakchiligidagi xush keldingiz programmasiga qatnashayotgan savaqdoshlarimga, do'stlarimga qizg'in salomimni yo'llayman. Hamda mush programma orqali keng tomoshabin do'stlarimizga salomni yo'llayman. Bu programmaning yaxshi programmaga aylanib, xalqimiz uchun ma'naviy oziq ato qilishini chin qalbimdan umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Özürgüm rahmet. Sizler dostlar. Şimdi Abdullah'ın hoş geldiniz programımız arqılı ustozlarga ve savaqdaşlarga, şundaqla keng tomoshabinlarga samimiy salomimni yo'llayman. Do'stim Abdullah, programmalarning kundan kunga utuqliq bo'lishini tilayman. Xush geldiniz do'stim. Yaxshisizlar ko'pchilik. Men Qashqar viloyatlik Naqshsul teatr o'ngining artisti Nilufar Turg'un. Savaqdishim Abdullahning xush geldiniz programmasi orqali ustozlarga, savaqdoshlarga va keng tomoshabinlarga chin yuragimdan salom yo'llayman. Savaqdishim Abdullah, programmalarning kundan kunga yaxshi bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Xush geldiniz. Rahmat. Dostlar, yaxshimsizlar? Savaqdishim Abdulla Abdurimning xush geldiniz programmasi orqali do'stlarga, savaqdoshlarga, keng xalqimizga samimiy salom yo'llayman. Ham bu programmaningki o'ngishliq, ko'ngillik, yaxshi programma bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Tazı floptu da bu ha. Yaxshimsizlar ko'pchilik? Bu kim bu? Men Abdulla Abdurimning oliy maktablik savaqdishi Xonquz Mehmet bo'laman. Savaqdishim Abdulla Abdurim yetakchilik qilgan Xo'sh keldingiz programmasi orqali
Sizlarga cho'nqur salomimni yo'llayman. Rahmat. Çaş güzelleştirişteki bösüş karakterlik mahsulat serkerdi çaşını bir qitimda yuyup qaraytı suyuqligi chechingizni jonliq parqira qiladi, rangi o'nglaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulaylik. Chashni bir qitimda yuyish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Serkerda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bösüş karakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish qurutlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolat qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Men mush bir 2 yildan beri bir necha naqshlarni anglab qoldim. Bu naqshi to'g'riliq gap bo'lganda, hamda naqshi aytolmaydi degan gap emas-da bu. Bu naqshi aytolaydi. Bu maktabda bizning sinfda 21 savodishimizning ichida hatto ha deyolmaydigan bolalar bor edi naqshda. Aş bir savodishimiz baldulam chekinib ketib qolgan. İmtihanda, naqshi imtihanida aytindi hechim aytolmay kipina kelginjon do'stim degan naqshi hammamizni kuldirib o'tgan. Shunda bolalar bordi, ammo uning ichida yana naqshi darsda alayda natijasi yaxshi bolalar bordi. Shuning ichida mening esimni qilishcha sinema natijam yaxshi. Sinfda sen Abdukerim Abliz, Amina Ömer, andın Abdukim Qazi, mush bolalarning çünki maktabda bizga davomli qilgan Meyshin Chanfadi ders o'tdi. O'qituvchilarimizning hammasi Meyshin bo'lganga o'qituvchilar. Shu chaqda hatto menmo tasqalib bu imtihonni mushu Shinyuekoning imtihonisidan çünki mening ovoz sharoitim toza uning to'g'ri kelmaydi ekanda. Ondan bir amallarni o'tdim. Ammo shuning ichida sinema natijam yaxshi. Meyshin Chanfadi ovoz noydi jaranglik. Unda bo'lgandan keyin hozir naqsh aytishim noydi tabiiy-da. Lekin shu keyin xizmatniki xarakteri balkim atrofda bo'lgandan keyin kinochilik ishlari. Texim ko'proq vaqtini kinochilik ishlariga ajratgandan keyin balkim epizodchilik ishlariga ajratgandan keyin naqshida to'xtab turgan bo'lishi mumkin. Agar sen naqsh aytib qolgan bo'lsang, seninki degan Aminaning naqshini anglaymiz deb shu aytmagan. Anglab Menmo sendan bir xo'shligim bor. Agar sen epizoddan chiqarding, kinodan chiqarding, naqshidimdan chiqarayotgan bo'lsang, men deb meni oyog'iga hozir buni o'rnini tepsam mana bu o'rnini tepsam. Shu maktabda men noyt bak havas qildim-chi, o'sha ovozi jaranglik, yo'riq bo'lish kerak. Meyshin Chanfadining o'lchamdagi talablari bo'yicha. Ulug' sizlar yetalaytinglar. Shu vaqtida bizga naqshlarni bo'latdi. Har bir imtihonga mushu naqshga tayyorlik qilsa deb. Shundami Muxtar? Har birimizga birdan naqshni, ikkidan naqshni imtihonga tayyorlik qilamiz deb. Men qancha qistam ovozim o'sha kaglinmaydi. Sening bak yumshoq emasmi? Ha shu yumshoq. Bu vaqtida ovozimiz biroz yuqori meniki. Esingdami bizni dastlabda men bir nechimizni Juha deb bir muzik fakultetiga bir o'qituvchiga chiqib bergan. Boshda Mayra Qosim darsvadi bizga muzik fakultetda. To'g'ri. Ondan keyin biz Juha deb pashmalim darsvadi. Bergan vaqtda butunlay shu Meyshin Chanfadilam shu vaqirab chiqfanning tepsida ichvetgidek shu atar saqlangan. Ovoz. Aş naqshlardan biraz isim bormi? Faqatli yo'qdi. Mening esimda bor. Shu vaqiraydigan naqsh adash bu hamma narsa vaqirsam cho'pon bo'lsa, shu olsa taqim cho'pon bo'lsa. Ashvaqtiki bunda bir topshirilgan naqshlardan bir ikki misra bir hozir buni ovozini jarangliklarni bir ko'rsatib qo'yaylik biz do'stlar. Hozir ovozim chiqmaydi men, ammo bila. Chiqdi turib chaqchalaylik. Mana bulbul voyada qag'inin turibdi. Sen turdi. Boshqa yo'q yerda aytib olamiz bu naqshni. Bu naqshni aytib qo'yishimiz sababi qanday bo'ldi desang, endi alog'in bo'ldi ekan, bolalarning to'yi bo'ldi ekan degandek. Nechaga bo'lsam, buni deb bersang, riyosatchilik qilib bersang, buni qilib bersang deb, bunisi men kino bilan shug'ullanayotgan ekan bo'lsam degandek, buni rasmiy ekranda bir nakli kino qo'yib bergan olmayotgan to'yga. Shunday bo'pti deb, bo'lib aytmoqsan bo'ldi dedi, senmi ba'zi chapirtdan ancha buncha. Shuni buni ma'mi bishini mushtalibdi. Ancha bunchalik aytib qo'ygan asos bo'lgandan keyin, anidan Nurg'odam xo'sh qizim bo'ldi ekan-ku.
Aldığım bir moğunçılık ama ko'nglim batib, necha ming ko'ngni qo'yib qo'ygandim. Naqshidan bir ishkini aytib bersa, olam xo'shal bo'ldi bir umr unutib qolmayman. Shuning turkisida men naqsh aytib qoldim. To'g'ri bu, masalan sen bir yak borsang, bir so'rinliga masalan bir cho'ng bir faoliyatlarga taklif qilib, to'ylarga taklif qildi desak, shu yak borgandan keyin albatta sendan bir san'at kutadi-da ular. Sen onun ustiga burungi bu diyansin çalıttı, sen naqshni aytishdan men jazguni chalatdim. Hozir endi u jazguni birga kelib chaqinib bo'lmaydi ekan-ku. Ya kinoda bir ko'nglim deb qo'yib qo'yib bo'lmaydi ekan, kinoxonaga boshlashim kerak ekan. Endi vaqt shu jazgu chaldig'ini esim musab qo'ydi-a. O'sha insonda bor, meni birinchi oldilar. Tunji qatam oldim. Diyansin chaldırışda. Bu maktabdagi vaqtimizda sen bu müzik çalırsa, ben bu bek amra bu to'y kunida to'xtabdi men men deb berayim-da. Maninki yangi dansçing chiqsalam Qirg'izistonga qo'yyapti. Asli biz bir to'yga buni bilan birga bormoqchi. Shundan bu bizga va'da qilib qo'ygan. Shunaqmi? Va'da qilib bo'lib, palon yerda bir yangi dansçing kelibdi deganni anglab bu to'yninki ishini kech ketdi. Shundan beshim qatdi. Qo'shqa qo'y burundan bor degan. Shu kech ketgandan keyin beshim qatib bu dansçing chaldigan odammi yo'q. Sen qarsam ancha-muncha ko'rib olganmismi? Ha, qarab, Abdulla chaladi ekanda, men ganchini deb turib bir kursini oldim dedi insonlar. Ko'ngilga sap qo'yapti ekanda, bu shu chalalaydi ekan deb. Shuni bir kuni yakshanba kunida tursam, bu ganchini chilib ketgansan ya. Aldirash kelib, işte chandumay boyan qilib qo'yib yuborman desam, qattiq urmaydi bu. Yo'q deb turib oldim buni. Backpace kino Diyanshtayda bizning bir akamiz bordi, shu aviga chiqib bir televizor ko'rdigan bo'lib qoldi. Backpace kinoda yaxshi kino ko'ramiz, Lushan ko'rdigan vaqtimiz bor. Deganda shuni o'g'li, men tutib turay desam, jura tomoqni tayyor, men seni mang'uzma yapirma dedi-ku. Santana yapirma. O'chaqda Santana bakmuddi. Santana vaqt chiqib olsa, men bolalarga o'zimiz ko'rish uchun beshimizni chiqarib, "Ben tamamda." Shu qo'limda so'rab chiqqanda qarsam, rost kechat Santanadan bir turib, Diyanshdagi bu mashinada boramdiq desam, seni izzat obro'yini qilmasam bo'lmaydi deb. Nima qilib mashinaga chiqdik. Zalga Jo'zbandan kelib, Chinqacha kelib o'zlari qildigan vaqtda turdi. U denzchi yo'q. Abdukirim Dumboq chalibdi. Bizlarga darsdan sirtilgan kasbimiz bu. Shuning bilan biz Dumboq chaldi ekan, oyada hamma narsa tayyor bo'lib qopti, osh tomoqlar tortilib qopti. Tansi o'ynaydigan tayyorlik yangilarini turib tursa, denzchi chalgan odam yo'q. Meni osh zalga akirganda oylanib qoltas qoldim. Hammasi menda qarab turdi. Bu apriplim yer bu o'tag'izib qo'ydi. O'tag'izibla e'lon qilib o'tdi. Bizning ataqliq denzchichimiz, Royal mahirimiz Abdulla keldi. Hozir ishni boshlaymiz degan xalqlar vaqtida endi vaqtida Abdulla Abdurin kim o, Abdukirim Abdulla kim o, Muxtar kim o, Ali kim o. Biz uqmaydigan vaqti bu. Işte tanıştırib o'tdi. Men bu hayron qoldim. Shuni bilan ishida necha ma'no tillayapti. Abdulla ko'zimga oliydi. Lekin u chaqda endi hal qilg'ich vaqt kelib qoldi. Nimdoq qilasiz desam bo'lmaydi-da. Oldimda o'sha denzchichim turibdi. Yamaha yo'g'ar. Yamaha o'shkida bir densi bor. Ma'vat tutadigan. Eng oddiy lekin shu to'yning og'achidan chiqadigan jazomir boshqa shunda chilarsa bir ovoz qatamız qolsa shuni bag'langan bu. Ha bu koni denzchichim chaqirdi. Shuni bilan boshlab qoldim. Bir pauzani keltiriblar qolganimizda karim yo'q, xotinimni naqshi etib qoldim. Vay oynab ketdi. Aram turibdi ekan. Mash oynab, talab. Oy degansir men no'chi bo'lgansir chelib. Bu chelayotdi jazguni men chelayotdim. Shu kundan boshlab denzchi chaladigan bo'lib qoldim-da, men bu yerga berib. Abdukirim chep ketdi boshdan. Chazim turibdi. To'si bir qozasi. Cho'kisi chiqib ketib qoldim. Haqlar tans o'ynayotgan odamlarga tegib ketdi. Ha, hech qisi yo'q. Bizning birinchi mening muzik chalishimga sababchi bo'lgan bu. Lekin asos sababchi mana bu shu vaqt kechib ketgan emasmi? Kechib ketmagan bo'lsa, balkim sen bilan yana seni aldab olmaslik mumkin edi. Shu vaqtda sharoit yaxshi edi shay. Har holda bizlarga mayli qanday bo'lsin, shu vaqtdan tirishchan kelamiz deb qoldim men. Shu vaqtda bir to'yga borsak, shu 100 qo'y, 150 qo'y, shu to'yni bo'lgan odamga berdi. Bizga shu vaqt shu 10 qo'y pul veremdiki. Bir basaq. Lekin shu vaqt 10 qo'y pul jiq pul. Bir ishimiz endi uydan keladigan pul shu vaqtda shu odat normal vaqt 30 qo'y. Bakrak kuchab kelsa 40 qo'y. 50 qo'y kelgan bolalar qiz bola talab qo'ydigan vaqt. Bizning iqtisod savoqdashimiz bormi? Pul kelgan kunni bolalar. Pul kelgan kunni o'chib ketdi. Shu.
Mektepte kızlık işlercik buluttu. Adaş, meşin çanfadan akşam itpen sen de bulmaysa. Aran ötküzmesen mi kendine bir şey kıldım? Çünkü etmek kutlanmaydı gelse. Meşin çanfadan kanun aşet. Yanda olsa, amısı duttam teyak koyga, duttal bir nakş etpe. Ama onda olsa isim kelgende acaba ciddileşip oturma lan. Tibabet tarihi materiallarda zencevil, ciddi yelimi, kahve uruqi qatarlıqlarning chash chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chashni yiltizdan quvvatlaydiganligi xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik chash so'palarini chash asrashni maqsad, sog'lom chashga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Chash so'palarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki chash demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'uli yurishlik chash so'palari. Yetkada uyem bolsa olmeliyek begim bolsa Oğlum hatır cem bolsa vay sargı Teraknan zağrısı bolsa Oğlum hatır cem bolsa vay sargı Teraknan zağrısı bolsa Almanarın kandek mu vay sargı Söyge yarın mendek mu Akşam badın melenge Bargın yemdi kıldın mı İşlerim kavat gitti Vay sargı Oyganmay sıkıldın mı İşlerim kavat gitti Vay sargı Oyganmay sıkıldın mı Ah deymen yine deymen Vay sargı Yine deysem kile deymen Men ilik mağanda Altıncı ayva özley Mabamı da Ben ilik mağanda Altıncı aytmaz edey Bişimga killer düşkende Can kar kız Atam özü bolsidim Bişimga killer düşkende Can kar kız Atam özü bolsidim Minnin işki ayrımda Biri alim, biri zalim Birige anç meylim yok Can kar kız Biri könlümdeki yarim Birige anç meylim yok Can kar kız Biri könlümdeki yarim Biri könlümdeki yarim Sevdiklerim
Uyda gal saferde Caç asrımak bulsan eğerde